olasiniz. Assalomu alaykum. Xonimlar va janoblar, azizlar, quturib qo'ydim. Ahmadjon aka, sizni tavsiya shuni keldik. Faqat bitta sharti bor, kimni nomidan kelganimda topishingiz kerak bo'ladi. Buni bo'laysiz. Akamdan boshqa hech kim meni Yaxshi, yaqin. Yana bu. Ular ko'p kishi. To'g'risini aytaman aka, men bildim sizdan bir opam bor Yevropadan. Bitta qattiqinglar bo'lsin. Bu tavsiyalar va butun kollektiviz nomidan tashrif buyurdik. Aka, bo'tga kirishimdan oldin akamlar bilan gaplashdim, opamlar bilan gaplashdim. Kirganda nima deyishim kerak? Qanaqa so'zlar bilan gapirishim kerak? U inson qanaqa inson hozir deganimni o'ylashdiki, u inson juda ham pozitivniy. Har doim kulguradi, samimiy. Biz uni ko'rsak, energiya olamiz. Biz hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Har doim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, ishlariga rivoj tilaymiz. Bizni ishonamizki, birgalikda tepaga chiqa olamiz bu inson bilan. Inshaalloh. Bizlarni qaytib kelgan motivatorimiz, bizga maslahat beradi, bizga o'rnak qaysi tomonda. To'g'ri, yosh kichkina bo'lishi mumkin, lekin bizga o'rnak tomonlari bor. Umid qilib qo'yasizlar. Sizni hurmat qilar ekanlar, yaxshi ko'rar ekanlar uka sifatida. Ishlaringizga rivoj tilaydi. Oilangizga baxt, saodat, sog'lik, salomatlik tiladi. Agar ruxsat bersangiz siz uchun. Niyat qiling yomon bo'lmasin. Orzu qiling armon bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang asta. Alloh yo'llaringizga omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado. Aziz boshingiz asrasin Xudo. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Agar bu videolarni Shahloqonga tashib beramiz. Ular sizni ko'radilar, bu yuzdan nima deya olasiz? Marhamat. Aka, mehmonsiz gapirishimiz. Bu qarasam, qarang bir begona odam menga radniy opamdek bo'lib qoldi. To'g'risini aytaman. Begona inson menga radniy opamdek bo'lib qoldi. U insonni to'g'risi kutilmagan bir juda xursandchilik bo'ldi hozir. Kattakon rahmat deyman. U odamni oilasini yaxshi taniyman. U odamni aytib tasavvur qilib bo'lmaydigan, gapirilmaydigan darajada hurmat qilsa bo'ladi-da. Juda bebaho inson. To'g'risi. Bebaho inson, yaxshi inson. Allohim shu oilasini oldiga, oilasini boshiga sog' salomat yursin. Chet elda yuribdi, men bilaman odamni. Juda hurmat qilaman, juda yaxshi ko'raman. Har doim nima niyat qilganmiz, niyatlariga yetsin shu inson. To'g'risi. Kutmagansiz aka? Aka, men umuman kutmagan edim. To'g'risi, ertalab mana shu vizaga aytyapman, ertalab shu odam bilan salgina qo'polashib qoldik. To'g'risi aytaman, mana akamga men bugun abedga aytdim. Qo'polashib qoldik, bir-birimizni tushunmay qoldik. Nimaga deganda baribir karyera, bir ish masalasi bo'yicha o'zingizdan bilasiz, ishlayapsiz. Bu spesialni qilingan qo'pollik edi lekin. Qarangda, o'sha qo'pollashishda o'sha bir-birimizni tushunmaganimizni kechga qarash shu narsani shuni yo'q kelyapti odam. U odamga so'z yo'q. U odamga qaraysan, aytib bo'lmaydigan inson u odam. To'g'risi aytaman, shu yerda men hamma kollektivim, aka-ukalarim, opa-singillarim hammalaringizga bitta narsani iltimos qilaman. Kakkalin bo'lib kelgan bu odam menga. O'zimni randoy bo'lib qoldi, qarang. Kakkalin bo'lib kelgan inson o'zimni randoy opam deb bo'lib qolgan. Nimaga deganda, to'g'risi aytaman,
o'ylam bir o'ylamdan ko'proq odam bilan gaplashayotgan bo'lganman hayotda. Hozir shunday bo'lib qolgan. Yaxshi inson, juda yaxshi inson. Hurmat qilaman. Ota-onasiga rahmat shu odamni. To'g'risi, mendan katta odam. Ota-onasiga rahmat. Oilasining boshiga har doim ham ona bo'ldi, ham eri bo'ldi, ham ota bo'ldi, ham opa bo'ldi, ham uka bo'ldi, hamma bo'ldi. Ayolli bo'lsa ham erkagi ayolli, erkagi bo'ldi aka. Endi hamma ko'pimiz baribir yaxshi tushunadi bir-birimizni. Katta rahmat shu. Ogajon bo'lsa ana shu narsani bitta bizga oling-da, aka, men zo'r gapim bo'ldi shu opamga yarasha. Opa shu bitta ikkita kvartiram bor, shuni yopishtirib sotib yuboraman opa. Zo'r oyte rahmatli galon shoba, Muron shoba, men pul va kagrazam qimmat bitgan reyting. Men endi o'zim tilni, u meni tilim tushunadi-da. Odam oytejon rahmatli galon qimmat bit, ammo kagraz lagjiyoqdan adasizlar-ku. Shmo vayke rahmat shoba oyte, bepul Ahmadjon aka opam aytdilar, nima sovg'a olamiz dedilar. Stol ustida berdim. Keyin ular aytdilarki, ular sal qiyinroq dedilar, nima lekin men aytdimki, balki shu sabab taqoga kirib ketarlar. Balki inshaalloh keyingi yil, balki 5 yilni oxiriga umra safarlariga, haj safariga borishni nasib qilsin aka. Aka siz uzoqdan olib kelib, sizga ham rahmat. Opamga ham rahmat. Kattakon sizlarga rahmat. Juda xursand bo'ldim. Mana nima deyman? Bugun Ahmadjon ukam, bu men o'zimni ukamdek bo'lgan. 2018-yildan beri biz birgamiz. Bu Shahlo opani biz birga o'z bilan qilganmiz. Men nima deyman ukamga? Sog'lik, salomatlik, tumanboylik, yomon kunlarimiz bo'lmasin. Shahlo opaga ham juda katta rahmat. Juda xursand qildilar. Menga yangi telefon qildilar, aytdilar. Iltimos, qayerdasiz? Lokatsiyani tashlang menga. Hech kimni jo'rmayman. Qizlarga ham iltimos qildim. Hech kim kelmasa shu bo'lgan shu yerda dedim. O'tiraylik dedim. Bitta ishlarimiz bor. Bunga ham aytmadim. Yolg'ondan gapdan u yerdan oldim, bu yerdan olib, maqtab o'tirdim. Qayni qo'ldan kelgancha, lekin juda xursand bo'ldim Shahlofadan. Bu narsani kutmagan edim. Juda xursandman. Shuni ham umrlari sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, ishlariga omad. Kambi ham o'ziga ham omad tilaman, oilasiga. Bu men bilan ishonmisiz, aka? Qo'pol qilib aytganda, men bu meni ko'proq ko'radi, chem xotinimni ko'rganda. Men ham ko'proq ko'raman, chem xotinimni ko'rganimda. Biz haftaga 2 marta xotinimizni ko'ramiz. Shanba, yakshanba. Atak biz birimizni ko'ramiz. Endi bu nima qilib aytdim-ku, men sani qo'polroq qilib aytdim, bu gapni aytdim. Men o'zimni ukamdek ko'raman buni. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Biz mana 2018 yildan beri ko'p narsani boshimizdan kechirdik. Yaxshi kun ham bo'ldi, yomon kun ham bo'ldi, o'ta zo'r kun ham bo'ldi. O'rtacha kunimiz ham bo'ldi. Men bunga hamisha sog'lik, salomatlik, baxt tilayman. Mana oilasining boshiga, farzandlarining boshiga sog' salomat bo'lsin. Buni 2 ta qizi bor. Ya'ni nasibsa bu 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta bo'ladi. Buni qizlarini men o'zimni qizimdek ko'raman. Oilasi uchun ota-onasini hurmatini juda baland, ota-onasini hurmat qilaman. Hamisha sog'lik, salomatlik tilayman. 100 ga kirsin. 100 ga kirganda men ko'ray. Men sal balandroq bo'laman, ba'zan aytib qo'yaman. Inshaalloh. Lekin sovg'a zo'r bo'ldi. Bu aytgandek o'zi olishimiz kerak edi. Qanday olamiz deb. Ya'ni men buni olib sotamiz. Biz Samarqandga olib boramiz. Samarqanddagi o'yinga qo'yasan buni. Mashg'ulot olamiz. Endi hazil bu hammasi. Hammasi xursand, pozitivni. Biz bir oilamiz. Unaqa narsa yo'q, bir-birimizdan xafa garchilik, unaqa narsa yo'q. Shuning uchun tabriklayman. Ahmadjonga surprizni davom etadi. Rahmat. Hey, mana qadrdonam ukam, ukam jonim ukam, o'zing mehribonim ukam, ukam jonim ukam, jonim ukam, o'zing qadrdonim ukam. Sen menga emas, men ham senga suyanayin, suyanchim bor deb yana suyanayin. Qachongacha yosh bolani kuyunayin,
mana mehribone ukam 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 jonim ukam o'zing qadrdone ukam 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 jonim ukam mana mehribone ukam 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 jonim ukam o'zing qadrdone Bu avqot bu. Avqot yemay chekib turdik. Aka, qabul qilasizlar. Nima bo'ldi aka? Nega siz sizlar? Farruxman. Aka, kamera ochib Bozorga qara. Katta rahmat. Hayotingiz mana shunaqa to'rttaqa shirin bo'lsa, marhamat, niyatda qilib qulaverasiz. Niyatda qilib? Niyat qilib. Jet, voy, mana kecha jatmadi dedi. Birga, ketdik aka. 2 3. Katta rahmat. Sizlar bitta общий kollektiv rasmi olsin. Gapirib yo'qmi kollektivdan? Gapirlar, tabriklaylar. Mana qizlarimiz tabriklasin, gapirsin. Now, bu chiroyli gap. Endi ustoz akam boshida har doim gapiradi, gapiradi. Hozir yetib kelyapti. To'g'ri, bu to'g'ri gap gapiryaptilar. To'g'ri yo'lga bizlarga qo'yaptilar, o'rgatyaptilar. Sizga kattakon rahmat. Akajon, Sizlarga rahmat. Borlaringizga shukr. sizni borligingizga shukr. Sizni har doim yordam berganingiz, направление qilib, to'g'ri yo'lga qo'yib, sizga kattakon rahmat akajon. Yana bir marta to'lan kuningiz bilan yuzga kiring. Men har doim yoningizdaman. Qo'limdan nima kelsa, siz uchun har doim ochiqman akajon. Ахмад ака, все слова сегодня, которые были здесь произнесены, все для вас. У меня просветление просто кончилось. Я, видимо, все слова, которые были, до этого сказала, и все. Но самое главное просто в жизни каждого человека, самое главное — это здоровье. Вы правильно сказали то, что пока мы здоровы, счастливы, то есть нужно именно работать. Я хочу что еще пожелать. Пусть все ваши начинания, полностью все, что вы начинаете, всегда заканчивались успехом. Счастья, здоровья и побольше клиентов. И виз. Это самое главное. Ahmad aka, bu bot siz tabrikladim. O'sha yana bir bor tabriklayman. Tug'ilgan kuningiz bilan. Hamma yaxshi niyatlarimiz uchun o'sha aytdim. Yana bir bor aytaman. Siz bizni eng yaxshi motivatorimiz. Shunaqa moment bo'ldiki, men juda o'zim yomon his qilganda, sizlar oldimda bo'ldinglar, hammanglar kollektiv bilan. O'zingiz yaxshi bilasiz, men o'zimni juda sizlar bilan o'zimni kuchli his qildim. O'zim akamdek hurmat qilaman sizni, umringiz uzoq bo'lsin. Har doim shunaqa pozitiv bo'lib yuring. Ahmad aka, bugungi tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Inglizcha gapiring endi. I wish you luck, and I want your life will be the best in the world. Your family will be the best in the world. I want to be with you, great brothers. So. I wish you luck in your future life. Thank you, bro. Thank you. Nima deb ushab turdingiz?
Ulardimi? Ularda akalikin ushlashgan yomon qimmatga naqa bo'lmadimi? Butulka bilan ushlandim. Dardi shu butulka bilan ushlashdi nima bo'ldi? Bitta rasm olamizmi? Do'stlar davrasidagi, kollektivdagi, oiladagi mehr muhabbatni yanada yaxshilash bilan oqibatni yanada yaxshilash. Menimcha qalbingizga zarracha bo'lsa ham xursandchilik olib kira olgan bo'lsak, biz ham bundan juda ham xursandmiz. Qimmatli vaqtingizga rozi bo'lasiz. Bayramlarni yaxshi qilib olinglarga. Aka siz bilan men sizga Samarqandda tushuntiraman. Aka siz bilan biz aka-uka bo'ling. Nimaga? Meni qimmatli vaqtim birinchidan yo'q. Ikkalamizni vaqtimiz bor. Aka kattakon sizga rahmat. Ismingiz? Farruh aka. Farruh aka, ismim Ahmad. Ahmad aka tanishgandan xursandman. Tanishgandan xursandman. Sizlarning firmalaringizni, kompaniyangizga judayam xursand bo'ldim aka. Aytib bo'lmaydigan darajada shokka keltirdilaringiz. To'g'risi, aka bu to'ppa-to'g'ri. Kutmagandek bir o'tiruvdik bo'lyapsiz. Shuncha xursandchiliklar bo'ldi, shuncha nimalar bo'ldi. Aka qanday men siz bilan aka bo'lmay? Siz menga ham bo'lsa ham bitta butuka olib kelmadingiz lekin. Farruh aka, hazırlashaman, iltimos katta rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga ham bayram yaxshi bo'lsin. Ishlaringizga omad tilayman. Kollektiviyligi, do'stligiyligi ko'z tegmas. Biz ham ko'rib havas qildik. Bundan-da yuksaklarga chiqish nasib qilsin. Inshaalloh. Siz kelib tabriklaylik aka. Inshaalloh aka. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Ishlaringiz omad. Rahmat. Katta rahmat. Thank you very much. Mayli.